Voy gulay, Dildor aka, sizmi? Oo, какие судьба. Tursunoy o'tmishim. Esingdami? Meni tashlab ketishda oldin ham peshkom yurardi. Hozir ham peshkom yuribsan. O'tir qaytashib qo'yaman. Tursunoy, hayot qanday? Mensiz qanday yashayapsan? Bo'ladi, yaxshi. Nimaga yaxshi, zo'r emas? O'zingizcha Dildor aka taksichilik qilib yuribsizmi? Jinnimisan? Bu qo'limda ishlaydigan ishchimni mashinasi. Bo'sh vaqtimda shu taksichilikka chiqaman, odamlar bilan gaplashaman, kibrimni sindiraman. Alo. Olib kelyapsanmi? Nimani olib borishim kerak? Olib kelmaysanmi tezroq dastavkani? Nima deyapsiz? Baqirmang menga, normal gapiring. Bir sutkada yo'q qilib yuboraman. Kimligimni bilmayapsiz siz. Ha. Yamonim jaqliz tezi. Bilasan, Tursunoy. Mashinangizga yo'qlar nima qilyapti? Ha, senga aytmagandim-a? Men Milter degan zavod bor. O'shanda katta ish boshqaruvchiman. Ana shunaqangi 5 litrli yog'lar, 1 litrli yog'larni, sar yog'lar ishlab chiqaramiz. Mayonezlar bor, ketchuplar bor. Ular hamma mahsulotlarni respublikaga tarqataman. Agar o'shanda meni tashlab ketmaganingda hozir qirolichalarda yasharding, Tursunoy. Afsus. Endi kech. Tursunoy, afsusdan hojat yo'q. Ha, keldik Tursunoy. Sendan 20 ming bo'ldi. Ha? Tushaver. Shunday bachani tashlab ketibman. Ko'zim ko'r ekan meni. Obke. Urasi. Urmayman, obke dastavkani. Sen nima deding boya? Telefonda bir sutkada yo'q qilaman dedingmi? Oldimda klientim bor. Bir rubl yo'q qilaman. Shunday. Dastavka pulini bering. Ol. Qayerda? Ol cho'tayimdan. Urasi. Urmayman, ol. Yo'q, nima u?